Ikki yigit sohil bo'yida o'tirib kechki taom tanovul qilayotgan edilar. Yonlariga kelib ovqat qoldiqlarini terib, yeb yurgan bir kampirga ko'zlari tushdi. Qari kampirdan "Qorningiz ochmi?" deya so'rashdi. Kampir "Ertalabdan beri shu yerdaman, biror narsa yemadim. Meni bu yerga o'g'lim olib keldi. Birozdan so'ng kelib olib ketishini aytgan edi", dedi. Kampirga ovqat, yeguliklar berdilar. Tun cho'kkach, narsalarni yig'ishtirib ketishga tayyorgarlik ko'rdilar. Vaqt allamahal bo'lib qolgan, kampirni bir o'zini tashlab ketish ham yaxshi emas. Yigitlardan biri "Sizda o'g'lingiz raqami bormi? Telefon qilsak", dedi. Kampir "Ha, raqami yozilgan varoq bergan edi. Qog'ozda esa kim bu kampirni topib olsa, uni qariyalar uyiga olib borsin degan yozuv bor edi".